Adalet ve Taraqqiyot Partiyasining Denizli milletvekili Ahmet Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisiga sunulgan Sharqiy Turkistondagi qarindoshlarimiz uchrayotgan zulmni tekshirilishi haqidagi loyihaga Oq partiyaga vakolatan inkos qaytardi. U Sharqiy Turkistonga doir xabarlar xalqaro matbuot va taratqularda keng yer olmoqda. Türkiye Cumhuriyeti bu qayg'uli xabarlarga yaqindan ko'ngil bo'layotdi dedi. Xitoy an'anaviy oy kalendari bo'yicha yangi yilning tunji 15-kunining kirishi munosabati bilan Panus bayrami o'tkazildi. Sharqiy Turkistonda bostirish va zulmni davomlashtirayotgan Xitoy hukumatı turma va lagerlarga kirishdan omon qolgan Uyg'ur va qozoqlarga Panus bayramini majburiy tabriklatmoqda. Dünya Uyg'ur Qurultiyi vakillari Türk ommaviy tashkilotlari bilan Sharqiy Turkiston masalasi haqida muzokara olib bordi. Amerika ziyaratidan keyin Germaniyaning o'xshash bo'lmagan joylarda ziyorat olib berayotgan Dünya Uyg'ur Qurultiyi hay'ati Türk ommaviy tashkilotlari bilan uchrashib, Sharqiy Turkiston masalasini muzokara qildi. Shuning bilan bir vaqtda Tönögün atigan Sheyit Xalil Ibrohim Anadolu Imom Xatib o'rta maktabi o'quvchilari bilan bir arıga kelgan Parat Qurbon Tangirtog'li apandim Sharqiy Turkiston haqiqatlari temasida Sharqiy Turkiston masalasini tonishtirdi. Angliya hukumati Daeshga qatnashish uchun Suriyaga borgan 19 yoshli bengallik Shamima Bangumni vatandoshlikdan chiqarib etmoqchi. İchki ishlar ministrligi Bangumning oilasiga maktub avatib, uning vatandoshligini bekor qilish haqida buyruq tushirilganligini bildirdi. Times gazetiga so'z qilgan Bangum, "Men Bandal Greendan 4 yil burun qochgan 15 yoshli Ahmad qiz emas. Bu yerga kelganligimga pushaymon qilmayman" degan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Isroil bosh ministri Benyamin Netanyahu orasida bugun o'tkazilmoqchi bo'lgan uchrashish bekor qilindi. İsrail diplomatiya manbalaridan berilgan bayonotda ikki rahbarning bugun telefonda ko'rishadiganligi bildirildi.